Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nejizlarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yoziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, bunda ta'limotlarni o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan tehi? Ey ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib etsin. Ay qudratli egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ulan uchuq turib o'tay. Bo'ldi, qo'g'ilmanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azmat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Savut dubulg'i kiyib, yonlariga qilich va xanjar osgan sang'ullar va tovar to'n kiyishgan mulkiy amaldorlar chiroylari jiddiylashgan qiyofatda o'rdaga kirib chiqib yurishadi. Ularning harakatlari tez, gap so'zlari keskin edi. Bu holatga diqqat qilgan bir qism fuqarolar yiroqdan o'rda sepillariga qarab, "Nim bo'lganda, ulug'lar jiddiylashib qopdi-ku" deyishadi. Darvaqa o'rda ahli ham jiddiylashgan, ham alohida bir xil jangovarlik kayfiyatga to'lgan edi. Bo'libmi, ichi qaynab turadigan Olobaris Tarxonning yurish-turishlari va o'tchoqlab turadigan ko'zlaridan boshqacha g'ayrat shijoat ifodalanib turadi. U bo'yliq jadi etini chaptirgan peti sepil darvozasidan kirdi va xon saroyining cho'ng eshigi oldiga kelganda qosiriq samon po'lat savutini sharaqlatib egardan sakrab tushdi. Eshik oldida uzun nayzlarni tutib, qora vo'liqda turgan cheriklar uning bosh egib yo'l berdi. Olobaris Tarxon cho'ng-cho'ng qadam tashlab, Udul Ediqut xonining oldiga kirdi va o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, beshini egdi. "Qut bo'lsin buyuk xoqonim." Ediqut xon barchuq art degan odatda kiyinib yuradigan tovar to'nini selib tashlab, xuddi jang maydonidagi sang'un tarxonlardek po'lat savut kiygan va yelkalarga chechilib tushgan qo'ng'ir sochlari ustidan qizil tovar yog'liqini chekilib tengib olgan edi. Xoqonning bugungi turqi butunlay boshqacha edi. Uning qoshlari yemirilib, chiroyi surli tus olgan. Harakatlari tez ham keskin bo'lib, qandoqdir jiddiy va muhim bir ish ustida bosh qotirib turganligi bilinib turadi. Olobaris Tarxon kirganda, u qo'llarini kayniga tutib, gilam selingan xona ichida u yoqdan bu yoqqa tez-tez mengib yuradi. "Qandoq bo'ldi? Tayyorlik bitdimi?" deb so'radi u Tarxonning oldida to'xtab. "Hamma tayyorlik bitdi. Biz tayyor", dedi Olobaris Tarxon o'chaqnib turgan ko'zlari bilan Ediqut xonga tikilib. Xoqon mu Tarxonga tikilib qaradi. "Amisi boshlayli", dedi u. Ishkilan saroydan chiqdi. Otboqar xonning uzun putluq, g'ozbo'yin oqboz etini egarlab akeldi. Barchuq ort degan so'l putini uzangiga oldida, xuddi yosh yigitlardek yenikini irg'ib otqa mindi. Olobaris Tarxon va eshik oldida kutib turgan bir necha sang'unmu darhol otlanib xonga yondashdi. Ular o'rda sepilining sirtiga chiqqandan keyin Olobaris Tarxon qilich va nayzlar bilan qurollanib, tayyor holatda kutib turgan 300 chavandozga qarab, "O'tininglar!" deb buyruq berdi. 300 chavandoz saf tortib, Xoqon va sang'unlarga ergashdi. Xoqon ularni shaharning chet va xilvat bir yeriga joylashgan Qiton Davrug'ashning turar joyiga boshlab bordi. Qitonlar o'zlariga qarshi qo'zg'alon va qaslash harakatlaridan qo'rqib, o'zlarining mahkama va o'ltiriq joylarini mahallalardan yiroq bo'lgan ayrim bir joyga o'rlashtirgan edi.
hamda to'rt atrofiga sepil so'qtirib, ehtiyot va mudofaa choralarini ko'rgan edi. Ediqutxon Barchuq Ortigin o'zining yenida kelayotgan Olibaris Tarxonga Dorug'ash mahkamasining sepillarini ko'rsatib, keskin talaffuzda buyruq qildi. Mal'un qitalarni yo'qitinglar. Olibaris Tarxon qilichini shart qilib qiynidan sug'urib oldi-da, qurolliq chavandozlarga qarab, "Olg'a!" deb vorqiradi va oldi bilan o'zi ot soldi. 300 chavandoz qilichlarini yalang'ochlab, uning keynidan otlarini choptirdi. Qitallar bundoq kutilmagan hujumdan gangirab qoldi. Ular hatto sepil darvozalarini etib elishga ulgurmadi. Uyg'urlar xuddi cho'ldagi qo'yundek uchib kelib, qilich nayslarini ishqa soldi. Dorug'ash mahkamasining qo'riqchilari tuzukroq qarshilik ko'rsatishga petin olmadi. Ularning hammasi hashpashtigacha qilich va nayslarning zarbasidan halok bo'ldi. Qitan Dorug'ash mahkama binosining derisidan qo'ruq ichida yuz bergan bu dahshatlik manzarani ko'rib, mislsiz qo'rqinch ichida titrab ketdi. Uning ko'zlari yo'g'on echilib, chiroyida qondan asar qolmadi. U qandoq qilishni bilmay tantirab va homiqib turgan bir necha betikchi mahramlarga qarab jon ochiqida vorqiradi. "Qochayli, tez qochayli. Qechib qutulgandan keyin qaytadan qo'shin tortib kelib, bu haqning adibini berman. Ediqutxon degan ablahning kollasini olaman." Ular olmon-talmon mahkamaning orqa eshigidan chiqib, ba'zilari egarlangan va ba'zilari egarlanmagan yoytoq otlarni minishdi-da, orqa darvozadan qochib chiqib ketishdi. Hukmronlik qilishga odatlanib ketgan qitallar endi nima ishlar bo'lib ketganligini ongqira olmay jon qayg'usida qolgan edi. Lekin ular qochib yiroqqa bora olmadi. Olibaris Tarxonning chavandozlari ularni tezla qo'g'lab yetdi. Qisqig'ini urchopdan keyin qichayotganlar birlab ishkilab yiqilib tugashdi. Faqat Dorug'ashlar etining yugurukligidan foydalanib, texicha o'lar tirilishiga boqmay qochib ketayotdi. Lekin uning qismatining oxirgi jumlasi yezilib bo'lgan edi. Olibaris Tarxonning eti texmi yuguruk edi. Tarxon Dorug'ashga yetishib elib, o'ng tarafdan yondab keldi-da, olmosdek vo'luldab turgan qilichini beshining ustidan egiz ko'tarib, g'azab bilan chopdi. Yelkisidan tuvanga qarata bir g'irichi chepilib ketgan Dorug'ash ot ustidan mullaqlab tushib ketdi. Xon va boshqa chavandozlar yetib kelib, otlarni to'xtatdi. Ediqutxon o'zining hayvatlik salobati bilan oq buz etining ustida o'ltirib, qum to'piliq yerda qonga melinib yotgan Dorug'ashning jasadiga bir asnog'icha o'ng chiqmasdan qarab turdi. Ondan u beshini ko'tarib o'z odamlariga nazar tashladi va ko'tarangi ovozda xitob qildi. "Elimizda qitallarning hukmronligi og'dirildi. Bugundan e'tiboran qadimgi Ediqut zaminlari hurlikka erishdi." Olibaris Tarxonning hayojondan nafaslari bo'g'ilib, ko'zlaridan yosh ag'idi. "Oxir qutuldik bu marazlardan." Shu voqeadan keyin Ediqut Uyg'ur xalqi yangi bir tarixiy davrga qadam qo'ydi. Qo'chu va Beshboliq shaharlarni qo'sh ostona qilgan bu xalq Qoraqo'ton xoniga qaram bo'lish davrini oyoqlashtirdi. Amdi Ediqutxon Barchuq Ortigin ilgirki Ediqut xonlarining mahkumlik yo'liga o'xshamaydigan butunlay boshqacha yo'l tutqusi. Qo'chu aholisi uy-uylardan chiqib o'zaro xushxabar yetkazishdi. Sepillarda, ba'zi uylarning o'gizlarida, ko'chalarda nog'ri sunoylar yangradi. Butun shahar qaynam toshqinlikqa to'ldi. Ba'zilar kulatdi, ba'zilar yig'laydi. Va ba'zilar xushalliqida o'zini besib ololmay usul o'ynab ketdi. Barchuq Ortigin o'rdaga qaytib keldi. Barliq vazirlar, song'ullar va o'rda amaldorlari yig'ilib kengash o'tkazildi. Dorug'ash boshliq qitallar yo'qitildi. Biz endi o'lponsiliq to'lamaymiz. Biroq qitallarning go'rxoni buning bilan bo'ldi qilmasligi mumkin. Shunga o'zimizni qo'g'dab, yovga zarba berish uchun hozirdan boshlab ho'sharligimizni o'stirib, puxta tayyorlik ko'rishimiz kerak. Olibaris Tarxon, urush tayyorligiga siz mas'ul bo'ling. Bosh ustiga buyuk xoqonim. Navbatda umumiy vaziyat biz uchun foydali. Kun chiqish tarafdagi bizga xiris qilib,
Tavayimizga ig'vogarchilik qilib kelgan tang'utlar yaqindan buyon bir necha qitim Mo'ng'ullarning qattiq zarbasiga uchirdi. Bizning ashaddiy dushmanimiz bo'lgan Qitallar bilan yaqin aloqada bo'lib kelgan Naymon xonliqimi Mo'ng'ullar tarafidan og'dirildi. Naymonlarning kuchli hozir panoh izlab Qitallar tarafga ketdi. Shunga Gurxon bilan Chingizxonning o'ttirsig'imi dushmanlik urug'lari chechildi. Demak, bizning yelkimizdan besib turgan zulmat tog'lari kayni-kaynidan g'o'lidi. Biz endi ko'krakimizni kerib, cho'nqur va erkin nafas olish fursatiga erishdik. Kengash ishtirokchilari jonlangan holda ko'tarangi kayfiyatda o'zlarini besib ololmay g'ul-g'uli qilishdi. Qitallardan qutuldik, ohuzorimiz ko'k tangriga yetdi. Qani, u to'ymaydigan zo'migarlar yana kelib baqsinchi. Ko'k tangri ko'k bo'ri bizga madad berdi. Ediqutxon kengash ahliga bir qur ko'z yugurtib chiqdi. Biz ilgirki chaqlarda dushmanlarimizning qo'rshovida tanholikda pig'on chekkan edik. Biz bilan ham nafas bo'ladigan bir do'st topolmagan edik. Mana endi manfaatlarimiz bir yerdan chiqayotgan qudratli bir xaqonni ko'ryapmiz. U bo'lsa-mu Temurchin Chingizxon. To'g'ri, biz endi Chingizxon bilan ittifoq tuzishimiz kerak. Deb xitob qildi Oliboris Tarxon o'rnidan dastur. Ediqutxon qilin gilam va yumshoq ko'rpalarda bodashqon qurib o'ltirishgan kengash ishtirokchilariga yana bir qitim sapsilib qarab chiqdi. Oliboris Tarxon to'g'ri deydi. Biz Qitallar bilan Tang'utlarning iskanchini uzil-kesil pochaqlab tashlash uchun jazman Mo'ng'ullar bilan birlashishimiz kerak. Biz bak yolg'iz qoldik. Bizga ittifoqdosh kerak. Biz ishonchli do'st topishimiz kerak. Men qo'shinaman. Hozir faqat shu Chingizxonlar bizga do'st va yargulak bo'la oladi. Biroq Chingizxon bizning do'stligimizni qabul qilamdi. Deb o'zining gumon va andisini o'ttirg'i qo'ydi bir oqsoqol vazir. Oliboris Tarxon darhol uningga javob berdi. Hozir Mo'ng'ullarmi xuddi bizga o'xshashlar bir ishonchli do'stga muhtoj. Ular bir tarafdan Jongduni ostona qilgan jin sulolasi bilan, bir tarafdan bizga chegirdosh Tang'utlar bilan, yana bir tarafdan Qitallarga do'st bo'lgan Naymonlar bilan urush qilib, rosa yolg'izlik his qilyapti. Mo'shundaq vaziyatda biz Mo'ng'ullar bizga ehtiyojli. Kengash ishtirokchilarining ba'zilari Tarxonning so'zlarini tasdiqlagan va qoyil bo'lgan tarzda boshlarini langshitdi. Yana ba'zilari bo'lsa, qiyin masalaga duch kelgan odamlarga xos holda qoshlarini yimirib, boshlarini tuvan selib, o'zlarining ishkilanayotganligini ro'shan ifodalab o'ltiradi. Borchuq ortigin shularga ko'z tikdi. Har qaysilarining qandoq dono qarashlari bor muhtaram oqsoqollar, deb so'rdi u. Oppoq soqol burutlari siliq taralgan bir mo'ysibit amaldor gelini qirib yo'tilib qo'ydi va har bir so'zini so'zib oldirmay so'zladi. Muhtaram Oliboris Tarxonning aytganlari durust. Bizga do'st kerak, lekin shundoq bir haqiqatni unutmasligimiz kerakki, Mo'ng'ullar bilan bizning tilimizmi, dinimizmi bir emas. Ular o'zining tilida qoldirlaydi, bizmi o'zimizning tilida so'zlaymiz. Ular shaman perxollarning yo'lini tutgan. Biz bo'lsak, ba'zilarimiz Buddaning tariqat yo'lini tutgan Sakyamunining muxlislari. Ba'zilarimiz Isoning yo'lini tutgan Nasrallar. Va yana ba'zilarimiz Muhammad alayhisalomning shariat yo'lini tutgan musulmonlar. Biz Uyg'urlar ana shundoq ko'p xil dinga e'tiqod qilayotgan bo'lsakmi, shaman e'tiqodchiligi bilan hech qanday aloqamiz yo'q. Shundoq turuqliq Mo'ng'ullar bilan do'st tortishib ketsak to'g'ri bo'lmasmikin? To'g'ri gap bo'ldi. Mo'ng'ullar bilan bizning tilimizmi, dinimizmi boshqa? Tili boshqaning dili boshqa degan gap bor. Albatta, dini boshqaning yo'limi boshqa bo'ladi. Biz ular bilan birlasha olmaymiz. Yana bir nechalan yuqorqi fikrlarni qo'lladi. Mo'ng'ullar bizga yot xalq, ularga yaqinlashishga hargiz bo'lmaydi. Mo'ng'ullar bilan bizni bir qozonda qaynasimi, qinimiz qo'shilmaydi. Ediqutxon o'xshashmaydigan fikrlarni tamkinlik bilan diqqat qilib tinglab o'ltirdi. Oliboris Tarxon hammalarni o'zining tashabbuslariga qoyil keltirishga tirishib so'zlaydi. Qitallarmi xuddi bizga o'xshash Budda ta'limotlariga e'tiqod qiladigan xalq. Lekin biz ulardan nima yaxshilik ko'rdik? Ular bizga rahim qildimi? Ular bilan ittifoqlasha oldikmi? Tang'utlarchi. Ularning dinimi bizga o'xshash-ku.
Bu dunyodagi manfaatlar insonlarning tiliga va diniga boqmaydi. Faqat o'rtaq manfaat va o'rtaq nishon insonlarni o'zaro yaqinlashtira oladi. Hozir Mo'ng'ullar bilan bizning manfaatlarimizmi, nishonimizmi bir yerdan chiqib qilyapti. Shunga muqarrarki, ular bilan biz bir yo'lda manga olaymiz. Yana bir qism amaldor mo'tavarlar Oliboriz Tarxonni qo'llab ifoda bildirishdi. Hissiyotga emas, aqlga tayinib qarab boqadigan bo'lsak, tilimiz bir, dinimiz bir toiflardan hech kim bizga asqatmadi. İttifoqdoshlarga muhtoj bo'layotgan bugungi kunda dal shu Mo'ng'ullar bizga eng bob keladi. Chingizxon bizga eng kerakli hukmdor. Kim bizning dushmanlarimizga qarshi turib bizga moyil bo'lsa, shu bizning do'stimiz. Biz til, din, nasab surishtirmaymiz. Biz bilan ittifoqlashishni xohlaydigan odam bo'lsa, hammasini qarshi olamiz. Biz qiyin sharoitda o'zimizga do'st topishga mohir bo'lishimiz kerak. Bizga moyillar turmoq, hatto ittifoqlashishni xohlamaydiganlarni biz bilan hamkorlashib ziyon tortmaydiganligiga ishontirib, o'z tarafimizga tortishni bilishimiz kerak. Mana bu aql idrokning ishi. Bas munozara uzun so'zilib ketdi. Hatto ba'zilar qizib ketib, bir-biriga til haqorat tekizishga boshladi. Birlari Chingizxon bilan ittifoqlashish tarafdorlarining ajnabiylarga cho'qinadiganlar deb tilasa, yana birlari Chingizxon bilan ittifoqlashishga qo'shilmaydiganlarning cho'ng vaziyatni mo'ljarlashni bilmaydigan xiyolparast mutaassiblar deb ayblashdi. Butun bir kun shundoq talash tortish bilan o'tib ketdi. Idqutxon har qaysi taraflarning fikr va dalillarini ko'ngil qo'yib angladi. U kengashda ortiq gap qilmadi. Lekin uning chiroy ifodasidan allaqachon bir qarorga kelib bo'lganligi sezilib turadi. U faqat oqil mo'tavarlarning ko'z qarashlarini anglab beqish uchunla bu kengashni chaqirgan edi. Borchuq Ortiginning shundoq odati bor edi. U doim biror muhim masala ustida qaror chiqarishdan burun yaqinlarining fikr maslahatlarini anglaydi. Keyin shu anglaganlarini o'z ichida muhokama qilib xulosa chiqaradi. Ba'zida ko'pchilikning fikr takliflarini qabul qiladi. Ba'zida to'liq qabul qilmasa-mu, oqilona tadbir qo'llanishda anglaganlaridan unumlik foydalana oladi. U hatto o'ziga qarshi fikrlardan mu aql tepishni biladi. Oradan 2 kun o'tganda Idqutxon yorliq tushirib, o'rda ahlini yana bir qitim saroyga yig'di. O'tganki qitimliq kengashda Borchuq Ortigin gilam va ko'rpalar silingan ayrim xonada ko'pchilik bilan birga o'tirib muzokaralashgan edi. Bu qitim u saroyning qabulxonasiga kirib, to'rdagi oltin taxtga chiqib o'ltirdi. Taxtning ishki yenidan tortib, paygohgacha 2 qator naqshli kurslar tizilgan bo'lib, vazir, song'ullar va yurt mo'tavarlari o'z darajalari bo'yicha o'ltirishdi. Xona ichida tantanalik sukut hukm suradi. Hammalarning ko'zlari Xoqonga tikilgan edi. Idqutxon taxtda o'ltirib, jamoatni o'z huzuriga jam qilgan ekan. Demak, xalqning cho'ng ishlariga munosabatli qaror yoki belgilamalar e'lon qilinadi. Idqutxon Borchuq Ortigin uftsiga pash, yoqa va yanglari masht bilan kashtilangan qizil tovar tun. Beshiga qotirib tikilgan yeshil maxmal bo'kiygan holda seriq oltin taxt ustida badashqon qurib, ko'kraklarini kerib, mag'rurona qiyofatda o'ltiradi. Uning bo'ki tegidan yelkalariga tushib turadigan qo'ng'ir chochlari va oq orilgan saqal purutlari takshi qirqib yasalgan edi. U g'ayrat shijoat ushqunlari chaqnab turadigan qo'y ko'zlari bilan jam bo'lgan o'rda ahliga bir qo'r nazar tashladi. Ey donishmand vazirlar, botir song'ullar, muhtaram mo'tavarlar. Xalqimiz mahkumlikdan qutulib, yangi davrga qadam qo'ydi. Shunga biz endi o'zimiz uchun eng muvofiq keladigan, buningdan keyingi ishlarimiz uchun eng foydali bo'lgan yangi yo'l tepib minishimiz kerak. Bugungi kunda biz uchun eng to'g'ri yo'l Chingizxon bilan zich ittifoqlashib, o'zaro hamkorlik munosabatini o'rnatish yo'lidir. Faqat shunda qilgandila biz o'zimizning tashqi dushmanlarimizdan utuqliq mudofaa ko'ra olamiz. Biz qit'alarning yurtimizga qaratgan mudohilasini og'dirib tashladik. Holbuki Gurxon buningga osonlikcha tan bermaydi. U hamon bizga istilochilik yurgizishga urinadi. Buningga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Hozir Kashgarni markaz qilgan Qaraxoniylarmi,
kun bitish tarafga qudratlik Xorazm Shohmu Xitoylarga siliq to'laydi. Uning ustiga bizga qo'shni bo'lgan Tang'utlar bilan Naymon, Markitlarmi Gurxon bilan hamkorlashidi. Shunga bizmi vaqtni qo'ldan bermay, darhol Chingizxon bilan ittifoqlashishimiz kerak. Biz jang qilishga mohir bo'lib qolmasdan, do'st tepishga mohir bo'lishimiz kerak. Bu bayondan so'ngra muddaoyi ma'lum bo'lsin-ki, Chingizxonga elchi avatmoqchiman. Xabardor bo'lgaysizlar. Bir tarafdan urushga puxta tayyorlik qilayli, yana bir tarafdan Chingizxonning javobini kutayli. Mening qarorim va har qaysingizlarga yetkazadigan uqtirishim ana shuningdan iborat. So'zim tamom. Ko'pchilik o'rinlaridan turishdi va baldirni pukib xonga ehtirom bildirdi. Buyuk Idixonning amr farmonlariga bo'ysunish biz uchun eng oliy sharaf. Buyuk Idixonga mangu sodiq bo'lib, itoat kamirini ching bog'lash bizning muqaddas burchimizdir. O'rda ahli 9 ta'zim bilan tarqalishdi. Faqat o'nqul vazir Xoqonning yenida qoldi. Ishkilan oldi bilan Chingizxonga avatiladigan ikki elchining nomzodini muzokaralashib bekitdi. Ondan Mo'ng'ul Xoqonga yeziladigan putukning mazmuni va elchilarning aytadigan gaplari haqida maslahatlashdi. Eng oxirida bosh vazir mundoq dedi: Buyuk Xoqonim, biz uchun Chingizxon texi noma'lum shaxs. Garchi u bizning dushmanlarimizning dushmani bo'lib diqqatimizda tatgan bo'lsa-mu, uning ko'ngilda qanday o'ylarining borligini, bizga bo'lgan ko'z qarashlarining zodi qandoqligini biz texi aniq bilmaymiz. Shunga bu qitim elchi avatganda uni bir sinab ko'rsak deyman. Aziz Xoqonim, buningga qanday qaraydi ekan? Qandoq sini saqlaysiz? O'ylaganlaringizni ochiq so'zlayvering, dedi Barchoq ort degan. Bosh vazir Idixonga tikilib qarab qo'yib mundoq dedi: Har qanday alda odamlar o'zlari cho'ng ko'radigan, hurmatlaydigan kishilar bilan qudilishni xohlaydi. Agar kimki qudilish talabini rad qilsa, uning boshqacha ko'z qarashlari bor deb hukm qilsak bo'ladi. Demoqchimanki, buyuk Xoqonim elchilar orqali ittifoqlashish orzusini bildirish bilan birga Chingizxonga kuy o'g'il bo'lish talabini o'ttirga qo'yib baqsa, qandoq bo'larkin? Idixon vazirning ko'zlariga sinchilab qarab, xiyol surib qoldi. Shunday qilsak bo'larmi? dedi u ishkilangan talaffuzda. Jiddiy sinoq paytiga kelib qoldik. Chingizxon bilan qanchalik darajadagi munosabat o'rnatqili bo'lganligini tezroq aniqlash bak zarur, dedi bosh vazir. Idixon taxtdan osta tushib, ikki qo'lini kayniga tutdi-da, uyoq bu yoqqa oldirmay mong'ili turdi. Bosh vazirmu o'zi o'ltirgan kursidan qo'pib, qo'l qo'shtirib turdi. Bir asnog'icha jimjitlik hukm surdi. Xoqon vazirning oldiga kelib to'xtadi. Navbatda Chingizxon bilan birlashishning amalga oshmasligi bizning taqdirimiz uchun bak muhim bo'lib turibdi. Biz tashabbuskorlik bilan elchi avatgankanmiz, o'zimizning uningga bo'lgan samimiyatimizni, haqiqiy do'stlik hissiyotimizni ifodalashimiz kerak. Qudilish talabi bizning Chingizxonga bo'lgan samimiyatimiz va ixlosimizni bildirdi. Shundaq Xoqonim bak to'g'ri mulohaza qildi. Shunda qilib, Chingizxon bilan bo'ladigan munosabat haqidagi oxirgi qaror qabul qilindi. 2 kundan keyin Idixon Barchoq ort deganning elchilari Qo'ju shahridan chiqib, Mo'ng'ul eliga ravon bo'ldi. 13-bob Naymonlar va Qitallar. Oxirgi kunlardan buyon Tarlanning ruhi tushib, jimg'ur bo'lib ketgan edi. U Mo'ng'ullarning zarbisidan o'zini qochirib, to'xtamay kun petish tarafga ko'chayotgan Naymonlar orasida ketayotganiga bir oydan oshdi. Naymonlar Oltoy tog'laridan chekinib chiqib, Ertish daryosi bo'ylaridami uzoq tura olmadi. Mo'ng'ullar bu joylarni besib ketdi. Kuchlikxon o'zining Naymon elini va Chingizxondan qutulib qolgan bir qism markitlarni boshlab, davomli kun petishga ketaverdi. Endi nega boramiz? Nega ketyapmiz? deb so'raydi Tarlon hech kimdan javob kutmagan holatda. Darvaqa, uning bu savoliga hech kim javob qaytarmadi. Uningga yondashib, otliq kelayotgan ayoli Aysulu g'amkin ko'zlarini etining yog'iga tikib un chiqmadi. Tarlonning savolini anglagan yaqin atrofdagi Naymonlar uningga xush yoqmagan holda qarab qo'yib, eg'iz ochmaydi.
Tarlan otqa minib, cho'l dalalarda to'xtamay kun potadigan tarafga qarab ketayotgan bo'lsa-mu, ixtiyorsiz turda pat-patla orqasiga burilib, kun chiqadigan tarafga qarab qo'yatdi. Shu yurishida u o'z yurtidan, kindiq qiyni to'kilgan o'sha illiq makonidan barg'an seri yiroqlashib ketmoqda edi. Shu ketgancha endi nalarga berib to'xtaman. Kaynimda qolgan o'sha etizliqlar, bog'lar va uzumzorlarni qachon ko'raman? Nim bo'lding? Nimancha mo'nglanib ketding? deb so'radi uningga yaqindan yondishib kelayotgan Aysulu. Yurtimni seg'indim. Sen hamon bir kuni yurtingga ketsan, ketganda meni tashlab ketarsanmi? Nima deydigansan? Ketsam senimi olib ketaman. Ikkimiz birga ketamiz. Aysulu kulimsirab qo'yib beshini tuvan soldi. Gap qilmaysan-ku. Ya men bilan ketishni xohlamamsan ya. Undaq emas. Biroq men buni o'ylab baxmabdiman. Ikkimiz bizning elimizdan boshqa yerga ketmaymiz deb o'ylab yuratdim. Undaq bo'lishimi mumkinmi? Aman bir kuni yurtimga qaytishni kech-kunduz o'ylayman. Yurtimga qaytish fursati kelganda sen bilan birga ketaman. Ikkimiz birga ketamiz. Nayman Cho'kan bu gapga xeyli qiziqib qoldi. Sizlarning yurtinglarda kishilar cho'ng shaharlarda, yez-kentlarda yashaydi ekan. Men hozirgacha shaharlarni, yezlarni ko'rib baxmagan. Biz egiz tog'larda ham kangri yayloqlarda yashaydigan xalq. Yurtinglardagi turmushga ko'nalarmanmi? Albatta ko'nib ketsan. Mana men bu ko'chmanlik turmushiga ko'nib ketdim-ku. Shahar yezlarni ko'rib beqishga qiziqaman. Cho'qim ko'rsan. Men seni Qo'chi, Bashboliq, Chonboliq shaharlariga opiraman. Biz yana Yangiboliq, Sulmi shaharlariga boramiz. U yerlarda kishilar ozoda, kangri uylarda o'ltirdi. Bog'larda uzum, shoptul, o'rik, jujam qatorliq mevalar bor. Etizlarga bug'doy, qunoq, zig'ir, qichi qatorliq ziroatlar, qo'g'on, tavuzlar teriladi. Shu yerlarni bekmi ko'rgim keladi. Cho'qim ko'ramiz. Tarlan bir yoqdan yurtini aslab ko'ngli yerim bo'lsa, yana bir yoqdan ayolining suyumlik chiroyiga qarab, uning yiqimliq ovozini anglaganda mung hasratlari unutilib, yuragi shirin tuyg'ularga cho'miladi. Ayni shunda qo'sh ta'sirotning ilkida kun va tunlar bir-birlab o'tib, Tarlan o'zining ona yurtidan asta-asta yiroqlashmoqda edi. U peshqadam ustozi Tata To'ngani unutmaydi. Yangidan tanishgan do'sti To'xtamishni yodidan chiqarmaydi. Ular hozir nalarda yuradigandir? Ular omon esamidi? Ular qazo topmaganlar bo'lsa, Toyliq Mo'ng'ullarning qo'liga tushib ketdi. Mo'ng'ullar ularni oyab qo'yganmidi? Ana shunday ko'ngilsiz xiyollar Tarlonga orom bermaydi. Naymanlarning ilgirki yerlarini hozir Mo'ng'ullar egilib ketdi. Ular endi Ediqut xonligiga qanday muomilda bo'lar? Ediqut tavalligidagi yerlarda hozir nima ishlar, qanday yangiliklar bo'layotgandi? Tarlon bu savollarga javob topolmay titib bo'ladi. Holbuki u dal mushu savollarning aniq javobini o'qmay turib, keyingi qadamni qanday elishni mo'ljarlay olmaydi. Kuchli xon boshchiligidagi naymonlar davomli kun petish tarafga ketaverdi. Otliq, horviliq, to'gilik odamlar, erlar, ayollar, qiyrilar, yoshlar va bolalar uzun so'zilgan ko'chmanlar iqimini hosil qilib, qadimiy dala qirlarning timtasligini buzdi. Otlarning pushqurishlari, to'gilarning bo'zlashlari, orvi choqillarning g'ichirlashlari, odamlarning varang-churunglariga, kimlarningdir so'zib aytgan naqshlariga, yana kimlarningdir kulishlariga yoki yig'lashlariga qo'shilib, bu odamsiz dashtlarda uzilmas tiriklik shavqunini hosil qiladi. Umumiy shavqun ichida yaqin atrofdagi chavandozlarning gap so'zlari xiyolga berilgan Tarlonning diqqatini tortdi. Ilgari ko'rib baxmagan cho'llarga kelib qoldik-ku. Ilgari men bu yerlarga kelgan 3-4 yilning oldida marhum Toyonxonning elchilariga qo'riqchi bo'lib, mushu cho'llardan o'tib Qiton o'rdisiga borganman. Demak, biz Qiton tavasiga ketyapmiz demoqchimisan? Shundoq, biz hozir Qitonlar tavasiga kelib qoldik. Demak, endi Qitonlardan panoh tilaydiganmiz-da.
Naymanlarning chiroylari sulg'un, ruhi tushkun edi. Vaholanki Tarlon texmu batar ishki azobga potdi. Men nima degan ta'tir peshona? Bu nejiz qit'alardan qochib Naymanlarga kelsam, endi o'z putim bilan yana shu qit'alarning oldiga boramdim. Endi qanday qilish kerak? Yana qochaymi? Biroq endi qochib nega boraman? Tarlon o'zining bu savollariga javob topolmaydi. Uning ichi go'yoki bir qorong'u bo'shliqqa o'xshab qolgan edi. Qanday qilay? Zoda qanday qilay? deb xitob qildi u o'zini unutgan holda. Uning yenidan birdamı ayrilmay yaqin yondishib kelayotgan ayoli beshini ishti ko'tarib ajablangan ohangda so'radi. "Nim deysiz? Nim bo'ldi?" Tarlon endi gap qilmadi. Uning ko'zlaridan yosh agidi. Aysulu uning ko'nglidagi davolg'ushni tushundi va ulug' kichik tinib qo'yib beshini to'van soldi. Shunda qilib muhabbat va hasratning qo'sh o'tida o'rtinayotgan bu dardmand musofir xuddi cho'ng iqinga tushib qolgan yegona qozondek Nayman ko'chmalarining ichida qoriqdan xalq tavallikidagi yerlarga kelib qoldi. O't cho'plar buluq o'sgan kangri yayloqni bir cho'ng daryo kesib o'tadi. "Chu daryosiga keldik", dedi Nayman chavandozlardan biri yiroqdilla qo'lidagi qamchi bilan oftobda pil-pil chaqnab eqiyotgan suzuk suvni ko'rsatdi. "Qit'alar kelyapti", dedi yana kimdir biri. Darvaqa kun petish tarafdan qilich nayzi bilan qurollangan bir bo'lak qo'shin otlarni yo'rg'alatib kelmoqda edi. Naymanlar yurishdan to'xtadi. Kuchlikxon bir necha mo'tavarning hamrohligida to'pdan ayrilib qit'alarning oldiga chiqdi. "Qaysi al, qaysi toyibning odamlari sizlar? Nega bormoqchi?" deb varqirab so'radi qitan qo'shinining sarkardisi. "Biz Nayman toyibsidan bo'lamiz. Biz yiroq Oltay diyoridan kelyapmiz. Jahonda tangdoshsiz qudratli ulug' Gurxonga bosh qo'yib, buyuk qitan ordusining bo'sog'isini tavob qilish istigi bilan uzun safarga otlanib chiqdik", dedi Kuchlikxon yaqin kelgandan keyin. "Endi oldiga minishga bo'lmaydi. Xo'jamiz Gurxonning ijozati yetib kelguncha mush yerni tushkun qilib kutib turinglar", dedi qitan sarkardisi. Shu gap bilan qitanlar yana kelgan yo'liga qaytib ketdi. Naymanlar uloq va harvalardan tushib, chedir va kigiz uylarni tikdi. Cho'ng kichik qozon va ko'ri cho'gillarini 3 oyoqliq temir o'choqlarga bosdi. Tarlon ufqqa taqashgan keng dalaga ma'yus ko'zlari bilan qarab uzoqcha jimib turib ketdi. "Tomoq tayyor bo'ldi, kelib yevilang", deb chaqirdi Aysulu. Tarlon o't cho'plar ustiga selingan kigizga kelib o'ltirdi va yog'och tanidagi qo'rilgan teriqni uchumlab elib xushyoqmagan tarzda og'ziga soldi. Oylanib yana qit'alarning oldiga kelib qolganimni qaramamdigan. "Bo'pti, bek qayg'urib ketmang, hech ish bo'lmaydi. Qit'alar biz bilan yaxshi munosabatda bo'lib kelyapti-ku. Shundaq turib nimidan qo'rqamiz?" Tarlon ulug' kichik tinib qo'ydi va qo'rilgan teriqni mazza qilmay chaynadi. Uzun safarda yerib ichib holi qolmagan Naymanlar qo'rsoqlarini bir qur to'yg'izib olgandan keyin jimib ketdi. To'lisi udul kelgan yerda ig'inab yetib uxlab ketishdi. Ba'zilar uxlamagan bo'lsa-mu, mo'ng'i to'lgan ko'zlarini yiroqlarga tikib, o'ng chiqmasdan yonpashlab yotadi. Ba'zilar g'am bilan eg'irlashgan boshlarini to'van silib, qotirib qo'ygandek harakatsiz o'ltiradi. Ushtumtut kimdir biri yuqori ovozda so'zib naqshi boshladi. Bu qadimki Nayman xalq naqsiga yana bir nechaylan qo'shildi. Tarlon bilan ayoli naqshi ovozi yangrayotgan tarafga ixtiyorsiz turda nazarini og'dirib, diqqat bilan tingshidi. Uxlayotganlarning ba'zilari boshlarini ko'tarib quloq soldi. Ba'zilari o'rinlaridan qopib ketishdi. Hatto qag'ishlik qilib chatoq chiqarayotgan bolalarmu yig'isini to'xtatib, naqshchilar o'ltirgan yerga yugurishdi. Bu naqsha Nayman xalqining ko'p asrlik qayg'u hasrat va orzu armonlarini bulutlardanmi egiz ko'k osmonning qa'riga ochiqmoqda edi. Go'yoki butun koinot cho'nqur sukutga cho'mgan edi.
Shu naqshidan boshqa hech qanday sado ishlatilmaydi. Oq kigiz uyda put-qo'llarini uzun sunib, hordiq chiqarib yotgan Kuchlikxon ostiga selingan qat-qat iyiq va yilpiz terilardan qo'pib tashqariga chiqdi. Kimlar o to'xtamay naqshi aytayotgan? Dedi u qo'shumisini turib. Xonning xizmatiga tayyor holatda kigiz uyning eshik oldida qo'l bog'lab turgan ikki mulozim darhol yugurib keldi. Ular naqshini to'xtatsin, biz berib ularga xonning buyrug'ini yetkazaylik. Yo'q, to'xtanglar. Bo'ldi, naqshini aytayversin. Dedi Kuchlikxon qo'l ishorasi qilib. Mulozimlar ta'zim qilib kayniga yondi. Kuchlikxon yana qo'shumisi turilgan qiyofatda un chiqmasdan turaverdi. U naqshining mo'g'iga berilib ketdimi yoki qandoqdir bir chegish masalalarni o'ylayotgandu? U o'zining o'tmishga aylangan g'amsiz kunlarini eslayotamdi. Yoki rahimsiz taqdirning sinoqlariga yana qandoq taqobil turish yo'llari ustida mulohiza qilayotamdi? Buni bilib bo'lmaydi. Qaysidir bir chedir va harvalarning orasida o'ltirishgan naqshi havaskorlari xuddi ichida yig'ilib qolgan dard behollarini shu naqshi bilan to'kib tugatmoqchi bo'lgandek borgan seri hissiyotlanib, Naymon xalqining yuraklarida uchqunlab o'chmaydigan ota miros g'oyalarni kuylamoqda edi. Kun o'ltirib, osmonning g'arbiy qismi o'tqoshdek qizirib ketdi. Naymon ko'chmalarining Qit'on tavalikidagi birinchi kechasi yetib keldi. Bu kechining qorong'u pardasi o'zining keynida yana qandoq xushalliq va qandoq xopiliqlarni yoshirib turgandi. Atiki kun sarson bo'lgan jafokash naymonlarni taqdirning yana qandoq yo'llariga selib qo'yar. Havo tutilib, osmonni bulut qoplashga boshladi. Oy va yulduzlar ko'rinmay qoldi. Heli qizirib turgan kechki shafaqmu sovuq shamol bilan turilib kelgan qora bulutlar ostida g'oyib bo'ldi. Kuchlikxon borgan seri kuchayib kelayotgan shamolga yuzlanib, cho'nqur nafas oldi. Naqshi to'xtadi. Shamol qattiq gurkirab, birdilla qora bo'ronga aylandi. Kishilarning ansiz varqirashlari, qo'rqib ketgan bolalarning yig'lashlari, bo'ron uchirib ketgan narsa keraklarning qalaymaqon taroqlash va guldirlashlari anglang'ili turdi. Kuchlikxon ko'zlarini ocholmay qoldi. Nafsi bo'g'ildi. Mulozimlar ishki yondan kelib uni yo'ladi. Ular kigiz uyga kirib o'ltirishdi. Bo'ron to'xtamay qutirib, uyni uchirib ketadigandek tuyulatdi. Bu nemining bishorati? Kuchlikxon Gurxonning egidorchiligidagi zaminga kelishi bilan qora bo'ronga duch keldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bahodir Kuchlikxonga ma'lum bo'lsinki, xo'jimiz va tangdoshsiz xaqonimiz Churuq Gurxon sizlarni ostonamizga taklif qildi. Agar meni o'ltirishga buyursang, faqat olqonchilik yerni qonga bo'yaysan. Agarki meni o'ltirmay xizmatingga solsang, shiddatli eqin suvni kayniga yondirman. Tog'dek uyul toshlarni hukm talqon qilaman. Chingizxon bizni to'limi qizg'inlik bilan kutib oldi. U xaqonimiz bochiq orttigining solimini elik ilib, ikki o'tirda urug' tuqqanlarcha eng yaqin munosabat o'rnatish talabini xursandlik bilan qabul qildi.